Assalamualaikum, Yakov House obunachilar, aziz mijozlarimiz. Katta hovlujoy so'radingizlar, sizlarga zo'r hovlujoy topdim. 15-30 metrlik Toshkentskiy planda, qurilish asli o'ta darajada katta, xonalari keng olingan. Qaranglar, bu yerda Shavot yo'li, mashina o'tib turibdi. Militsiyaning yanındamiz. Shu yerda mana shuningdek bir katta hovlujoyimiz chiqdi. Sotilgan hozir Ramazon aksiyasi, bilasizlar, Primoy egan nomeri. Pastda nomerini yozib qoldiraman. Birinchidan ko'rib ketamiz. Giraversimiz, şöyle bir mashina qo'yadigan bir hudud bor. 2 qavatli, endi 3 qavat desak ham bo'ladi, chunki pastda polностью podval ekan. Yaqinlar qaranglar, endi bu devor ochiladigan etib netilingan ekan. Bu yerni ochib berib, daraza qo'yib bersangizlar bo'ladi. Ina beraman mana. Ko'rib tursak, mana suv olib turgan yeri. Ya'ni bu yer garaj bo'ladi. Xohlasangizlar garaj etib bersangizlar ham bo'ladi. Pastda shuningdek podval ina. Meni ko'rsatib o'tirish shart emas. Xarid qiluvchi xaridorlarimiz kelib polni ko'raveradi. Podvalni polni ham menda oynalar ham qo'yilgan. Mana undan bu oynasi. Chani ko'rib chiqamiz birinchidan. Bismillah. Shuningdek katta dalan kiraverishimizda bu yerimizda yana rakoynalar qo'yilgan. Отопительный sistema o'tgan. Patologlar qaranglar. Hovlujoyimiz oppoq fonda turibdi. Xohlasangizlar oboy, xohlasangizlar fon ashunday bir fantaziyalarni ishlatib beraverasizlar. Eshiklari qaranglar, 2,5 metr balandligi. Birinchidan ko'rib ketamiz, bu yerimiz yaqinlar zal. Shunday bir katta zal bu yerda. Bu yerimizda xohlasangizlar kichkina zal, xohlasangizlar spalniya atsangizlar bo'ladi bu yerda. Xullas, ina uzunlik ham hamma xonalar katta olingan. Bu naqshli lestnitsa qaranglar bu. Bu yerda yana bir xonamiz. Mana bir spalniya bo'ladi. Bu tarafimiz oshxona yaqinlar. Kattaligini qaranglar oshxonani. Ham mer poldan ishlatib lakirovni bo'lib turibdi. Bu tarafimiz yuvinish xonasining o'zi bir xonaning kattaligi. Ular ham qo'yilgan. Bu tarafdan bir ko'rib berali. Bu tarafdan shunga zeleniy zonaga hudud qilgan. Hovlujoy o'ta darajada katta qurilgan. Letniy tualeti bu tarafda yana. Shurda bir barbekü zona qilib bersangizlar ham bo'laveradi. O'zlaridan moslab. Canım lekin вообще brand quribdilar. İkinci qavatini ko'rib beramiz. Lestnitsani mana yaqqan yeri, yana shu yeri lestnitsani bilsangiz oyoq qo'yadigan yeri ulli bo'lishi kerak, balandligi kalta bo'lishi kerak. Chisti standart asosida ishlatilibdi bu lestnitsa. Menga aytgandan bir ko'rgan yaxshi deydi-ku, endi o'zingiz ko'rib baho beraverasizlar. Yuqoridan videoni. Chiqqanimiz o'ng tarafda bir xonamiz. Uni bu yerida banyosi bo'lishi kerak, banyo qurib bersa bo'ladi. Banyoning tepasidan wow, og'açlar qaranglar. İri chotki og'açlar. So'ygalarga tuslab qo'yilgan pishgan karuch. Bu yerimizde yana bir spalnimiz. Bu tarafımızda yana bir spalnimiz. Bir de dalan. Benim şimdi bir biblioteka qilib, polkalarni qo'yib, televizor qo'yib, qardiq chiqarib o'tiradigan yaratib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda bir yana bir katta zalimiz. Shuncha bo'ldi, 2 zal desak ham pastda 2 spalni, 3 spalni, 5 spalni, 2 zal, 7 xona. 2 dalandan tashqari. Endi hovlujoyni oldini ko'rsatamaslar yaqinlar. Oldinda hovlujoylar yo'q. Havo chotki bo'ladi bu yerda. Yaqinlar shu hovlujoyimiz sotiladi. Qaranglar. Narxini Primoygadan pastda ekan nomeri bo'ladi. Narxini $105,000
deb qo'yildi. Ham ofisga kelib maslahatlashgan holda bo'ldi. Menda bilasizlar, undan gaplar yo'q. Ko'ngildan quloq soldim da sodalashib o'tirmayman. Bozor narxini belgilab beraman. O'zi 120 ming dollar deb turadi egasi. 120 ming ham bozor narxi. Endi hozir tadbirkor ekanlar, srochniy dedilar. Srochniy bilsangizlar, bozor narxidan ozgina arzonroq yurishi kerak. 105 ming dollara garantiya beraman, meningning joy topolmaysizlar. Bu darajada kattalikda srochniy aladon narxda 105 ming dollar pastaygan nomeri bemalol murojaat qilaveringlar.